Qutlug' Hoji Shavqiyning izbosari Emir Husayn Qozi Hojim. Mashhur tarixchi Hazrati Mahmud Koshig'ariyning 34-avlodi, ma'rifatparvar olim Qutlug' Hoji Shavqiyning o'g'li Emir Husayn Qozi Hojim milodiya 1900-yili 4-oyning 8-kuni Qashqar shahar ichi Qozonchi ko'cha mahallasida dunyoga kelgan. 7 yoshga kirguncha oila tarbiyasida bo'lib, uningdan keyin Anjan ko'chasidagi Natvan Xalpitim Hojim, Nasraxun Xalpitimlar ochgan mahallaviy diniy maktabda o'qib, xat savodini chiqargan. Milodiya 1914-yili Qashqar Heydikoh jamiasidagi madrasaga o'qishga kirib, bir tarafdan Sabraxun Mahtumdan fiqh ilmini o'rgansa, yana bir tarafdan otasi Qutlug' Hoji Shavqiydan tarix va adabiyot fanlari bo'yicha maxsus tarbiya olgan. Milodiya 1922-yili Emir Husayn Qozi Hojimning oilasi Qashqar Yangi shahar Aribog' mahallasiga ko'chib chiqqan. Emir Husayn Qozi Hojim Aribog'dagi mashhur muddarris Ahmadaxun Xalpamning huzurida 14 yil o'qib, arab Paris tillarini o'rgangan. 1933-yili 11-oyda Qashqarda Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati qurilgandan keyin Emir Husayn Qozi Hojim Qashqar Koni shahar nahiyasining mahkama shar'iysiga qozi bo'lgan. 1934-yili 2-oyning 6-kuni Aqsu tarafdan bostirib kelgan Mafuyuan va Yangi shahardagi Majansang banditlari Qashqarda 3 kunlik qatliam paydo qilgandan keyin shu oyning oxirlarida Atush tog'laridagi qirg'iz chorvachilarini bostirish uchun Emir Husayn Qozi Hojimni aldab toqqa sulhi tuzishga chiqargan. Biroq qirg'iz oqsoqollari bilan Emir Husayn Qozi Axunim suhbatlashgan naq maydonga Tungalla tuyuqsiz hujum qilib, qirg'izlarning atamonlaridan nurg'unini etib tashlagan. G'azablangan qirg'izlar Emir Husayn Qozi Axunimni Tungan banditlari bilan tili bir deb o'ylab o'ltirmoqchi bo'lganda, Axunimning tigi taktini obdan biladigan va uningga hurmat qiladigan qirg'iz mollam uni qo'g'dab qolgan va darhol Qashqarga qochirib o'tgan. Shunda qilib uning hayoti yana bir qitim saqlanib qolgan. 1937-yili 7-oyda Qashqar viloyati Mahmud muhitiga bo'lib berilgan chaqda Emir Husayn Qozi Hojim Qobil otasi Qutlug' Hoji Shavqiyning gizitchilik faoliyatiga yaqindan hamkorlashib birga ishlagan. 1937-yili Shingsay hukumati Qutlug' Hojimni qo'lga olganda Emir Husayn Qozi Hojimni birga qo'lga olgan. Qutlug' Hoji Shavqiy shu yili 5-oyda Moskvaning bevosita buyrug'i bo'yicha Razaq Mavlanov tarafidan qattiq qiynab shahid qilingandan keyin shu yili oktyabr oyida Emir Husayn Qozi Hojim Qashqar mo'tavarlarining kapolati bilan turmadan ming tasdi qo'yib etilgan. Emir Husayn Qozi Hojim turmadan chiqqandan keyin toki 1946-yilgacha davomli qoziligini qilgan. 1947-yili 4-oyning 18-kuni atalmış өлkəlik birləşmə hökumət başlıqlarından Jang Jijung, Ahmedjan Qasimi qatarlıqlar betim, xalqçılıq və demokratiyanın izchillashish ahvolini tekshirish uchun Qashqarga kelganda Qashqar xalqi Gomindang faşistlarining zo'rliq zumbuluqlarga qattiq norozilik bildirib, shaharda zo'r ko'lamda namoyish o'tkazganda marhum Emir Husayn Qozi Hojimmi namoyishga bosh bo'lib Jang Jijungning oldiga berib, aksiyatchi hukumatning inqilobiy ziyolilarga qilgan ziyonkashligi ustidan shikoyat qilgan. Gomindangning Qashqardagi harbiy ma'muriy gumashtilari Jang Jijung 1947-yili 8-may Qashqardan qaytib ketgan hamon Emir Husayn Qozi Hojimning qozilik muhrini tortib olib, qozilikdan mahrum qilgan. Şu ayının oxiri Sharqiy Turkiston Jumhuriyati taraf bilan Gomindangning munosabatining buzilishi bilanla Emir Husayn Qozi Hojimni
shu viloyat tarafdorlariga yon bosgan degan bahona bilan qo'lga olgan. Emir Hüseyin Qozi hojim bu qitim 1947-yili 8-oydan 1949-yili 5-oygacha Gomindangning turmusida 2 yilga yaqin yotgandan keyin turmadan qo'yib berilib 1952-yilgacha yana qoziligini qilgan. 1952-yili Qashqarda atalmış kompartiyacha nahiylik sot mahkamasi qurilib, diniy qozixona amaldan qoldirilgan. 1958-yilga kelganda Qashqarda diniy mahkama shariy tuzumi butunlay amaldan qoldirilib, xonlik madrasasini markaz qilgan barliq diniy maktablarmi taqalgan. 1966-yili 6-oyda atalmış medeniyet zor inqilobining ta'sirlari Qashqarga yetib kelgandan keyin 1966-yili 10-oyning 9-kuni Kash Emir Hüseyin Qozi hojim naq sepi o'zidan aksli inqilobchi unsur deb qo'lga ilinib, shu yili 10-oktyabrdan taki 1980-yili 22-noyabrgacha saq 14 yil turmada yotgan. 1981-yili Emir Hüseyin Qozi hojimmi boshqa begunoh Uyg'urlarga o'xshash oqlanib, siyosiy huquqi asliga keltirilgan. Shuningdan keyin Emir Hüseyin Qozi hojim atalmış Uyg'ur Abdunum rayonluq siyosiy kengashining doimiy hay'at a'zosi va Qashqar viloyatlik siyosiy kengashining muavin raisi degan atoqda davomli xizmat qilgan. Keyincha Emir Hüseyin Qozi hojim chet elning yo'li ochilgandan keyin 1985-yili yozda hajiga borgan. Biroq yozning tomuz kunlarida issiq o'tish kesili bilan tuyuqsiz og'rib, Makkadagi bir doktorxona uni ko'ngil qo'yib davolagan bo'lsa-mu, qutqizish unum bermay, shu yili 9-oyning 7-kuni vafot bo'lib, atisi shu yerdagi bir mozorga dafn qilingan. Muhammad Qosim hojim uning vafoti haqida o'zining tarixiy kitobida mundoq deb yozgan. U Hijriya 1405-yili, ya'ni milodiy 1985-yili hajga kelganda biz uning bilan bir qancha qitim ommaviy so'rinda qizg'in ko'rishgan edik. Hamda nurg'un qitim maxsus Makka mukarramdagi xos turalg'usiga berib yo'qlagan edik. U haj farzini ado qilib bo'lgandan keyinla yenik darajada holsizlanib ketib, eng dastlabda Ajiyat doktorxonasiga elib berilgan. Ondan shu doktorxonada vafot bo'lib, Mualla qabristonligiga dafn qilingan. Uning vafot bo'lgan kuni Hijriya 1405-yili 12-oyning 23-kuni, ya'ni milodiy 1985-yili 9-oyning 7-kuni shanba edi. Emir Hüseyin Qozi hojimning ijodiy faoliyati 1930-yillarda boshlangan bo'lib, uning ijodiyati asosan adabiyot va tarix sohasida elib berilgan. Chunki u dadasidan tarixiy voqealar va shaxslar to'g'risidagi nurg'un rivoyat va voqealiklarni, vatanparvarlikni mazmun qilgan nurg'un qahramonlik dostonlarini va eposlarni, qasidalarni anglagan va pishiq yodlab olgan edi. U so'zman, harakati chaqqan, hozir javob, yumoristik, qaddi-qomati kelishgan, hayvatli ko'rinadigan kishi edi. Vaqtning o'tishi, vaziyatning o'zgarib turishi bilan uning jur'atlik, qo'rqmas, gezi kelsa har qanday odamga qilchi yuz qilmaydigan odil kishi ekanligidek xarakteri namoyon bo'lgan va Emir Hüseyin Qutlug' Shavqiy Qozi degan nom bilan mashhur bo'lgan. Mo'min musulmon, to'g'ri, durust inson deb ta'riflanadigan G'ozi Emir Hüseyin Qori hojimning arabcha, farischa tillarga komilligi, islom ilmlarida Sharqiy Turkistondagi diniy zotlarga ustoz bo'lib o'tganligi ma'lum. Uning toki qazo qilganiga qadar E'tikof masjidida
Kompartiyaning siyosatini tashviq qilishga qattiq qarshi turib kelganligi Qashqar ahlining yuqori bahosi va ixlosiga sabab bo'lgan. U yana 1981-yili Muhammad Salih Damulla hojim tarafidan tarjima qilinib, tunji qatim nashr qilingan Qur'oni Karimning Uyg'urcha tafsirini ko'zdan kechirib tasdiqlagan ulamo edi. Emir Husayn Qozi hojim qalamga olgan Matitay va Anarqiz fojiasi nomli asar bo'lsa 1914-yildan 1924-yilgacha bo'lgan oraliqdagi Qashqar vaziyatini tushunishda yagona hujjat xarakterlik qimmatlik yodnomi bo'lib, avtor bu asarda tilga ilingan ashu voqealikning bir qismiga o'zining bevosita guvohchi bo'lganligini, yana bir qismini boshqa guvohchidan yüz turani holda anglaganligini eskartib mundaq yozgan. Men bu asarga kirgizgan tarixiy voqealarning bir qismini o'z ko'zim bilan ko'rgan. Bir qismini ashu tarixiy voqealarning ustida turgan va Shingsay davrida Qashqar Yangi shahar noyilik Uyg'ur uyushmasining boshlig'i bo'lgan Yangi shahar Qechirchilik Uyg'ur Muhammadbek degan kishi tafsili so'zlab bergan. Matitay ordusining ishki ahvoli bilan Anarqizning fojiasini bo'lsa, o'z vaqtida Matitay ordusida xizmat qilgan. Hozir Qashqar shahri Abrishimka ko'chasida o'ltirishliq kiyim tikkuchi Kerem Makki degan kasbning songlisidan surishtirib, tafsili xotir qoldirgan edim. Bu vaqt 1929 va 1931 yillar edi. Bu asarda bayon qilingan tarixiy voqea va kamini muallifi tuzib kirgizib nazmlarda yetersizlik his qilingan mazmunlar bo'lsa, jamoatning apu nazrida to'liqlab ketishini so'rayman. Matitay va Anarqiz fojiasi nomli asarning materiali 1929-yildan 1931-yilgacha bo'lgan 3 yil ichida to'plangan bo'lib, asarning qachon yezib bitirilganligi aniq emas. Bu asar 7 bob bo'lib, kirish so'z va oxirgi so'zni qo'shganda jami 9 bob bilan oxirlashgan. Germaniyadagi Uyg'ur ziyolilaridan biri bu asar haqida to'xtalib, buning qandaqdir bir adabiy bayon emas, balki shu zamonning realligini haqiqiy aks ettirgan tarix ekanligini tilga ilib mundaq degan. Matitay va Anarqiz fojiasi nomli asarni ko'rgan kishi ayni yillardagi ba'zi Uyg'urlarning qulchilik idisining qaysi darajaga yetganligini ko'rib olib qolmay, vatanimizdagi qari Xitoy va musulmon Xitoylarning millatimiz ustidan yurgizgan ajoyib vahshiy bostirish siyosatlari uchiga chiqqan aldamchiliklarni mu aniq ko'rib olaydi. Ya'ni Sharqiy Turkistonning 1910-yillaridan 30-yillargacha bo'lgan umumiy qabohatlik vaziyatini bu asar orqali tushungili bo'ladi. Bu asarning kishiga qattiq ta'sir qiladigan bir tarafi munofiq xoinlarning o'z qarindoshlarini millatning dushmanlariga molning o'rnida setib, buning badaliga boylik va amal topadigan nomardliklardir. Bundaq paskash tabiatlik iblis kishilar zamonimizdami bor albatta. Xuddi Yangisarliq beg o'z zamonida Anarqizni Matitayga amal uchun sotgandek, hozirgi Uyg'ur yezlaridagi bir qism kent yezi boshliqlarimi Uyg'ur qizlarini 5-chi amgak kuchi sifatida Xitoylarga setib-atadi. Bundaq qarniyatlik, bundaq nomardlikning hisobini oladigan zaman cho'qim keladi. Emir Husayn Qozi hojim oyat vaqtida har xil temada 200 parchadan ortiq she'r va Qamar Sima, Tahir Zuhra, Mehr Sahra Chig'andi Batur, Nur Abza Xinim va Baxtiyor Batur nomli 20 ming misradan ortiq 5 daston yozgan. Uning bu asarlari madaniyat zo'r inqilobida tortib olinib yo'q qilingan. Emir Husayn Qozi hojimning cho'ngroq hajmdagi yirik asarlaridan biri tarixiy asar Voqiyati Koshig'ardir.
bu asarni Qutlug' Hojim Shavqi boshlagan bo'lib, Emir Husayn Qozi Hojim otasining yozmasini uzluksiz davomlashtirgan. 600 betga yaqin hajmlik bu tarixiy asarda Türk tilli xalqlarning paydo bo'lishi, Uyg'urlarning kelib chiqishi, islom dinining Sharqiy Turkistonga dastlabda tarqilishidan tortib, toki 20-asrning boshlarigacha bo'lgan orliqdagi Sharqiy Turkiston ham Qashqar rayonida qurilgan xonlik va hokimiyatlar, bu xonlik va hokimiyatlar davrida bo'lib o'tgan zo'r siyosiy, ijtimoiy o'zgarishlar, qirg'inchilik voqealari, har qaysi xonlik va hokimiyat beshida o'ltirgan dаңlıq hükümdarlarning nasab nomlari, atoqliq shaxslar ham ularning faoliyatlari, xalqning turmush ishlab chiqarish, madaniyat, hunar, san'at ahvoli, g'alla paroq, alvon yasoq, boj tuzumlari, joy ismlarining kelib chiqishi, masjid, madrasa, muhim madaniy yodgorliklar o'rinlarining bino bo'lishi, ko'l o'stanglarning chepilish tarixi, chet el konsulxonalarining qurilishi qatorliq masalalar intayin tafsili, kishini qoyil qilarlik darajada bayon qilingan. Emir Husayn Qozi Hojim Molla Muhammad Sodiq Qashqari tarafidan Hazrati Mollam mazriga vaqf qilingan Masnavi Sherif nomli kitobni va uning ichiga qo'shib jamlangan vaqf qilish haqidagi hujjatni tepib chiqib, Mahmud Qashqari mazrining aniqlanishida zo'r xizmat ko'rsatgandan boshqa yana Yusuf Xos Hojibning oyat faoliyatiga oid Qalimi Qur'on, Bahril Ansab qatorliq materiallarni tepib munosabatlik o'rinlarga topshirgan edi. Hammamizga ma'lumki 2008-yili tilshunos mashhur olim Mahmud Qashqarining 1000 yillik tavallud yilida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Fan Ma'rif nashriyoti bu yilni Mahmud Qashqari yili qilib bekitgan. Mahmud Qashqari mazri to'g'riliq nurg'un talash tortishlar burundilla mavjud edi. Millat tavalligi to'g'risidami qarindosh millatlar orasida har xil xato yakun tadqiqotlar chiqqan. Dal mushu jiddiy paytlarda, ya'ni 1982-yilning oxirgi yillarida tilshunos olimlarimizdan İbrahim Muti, Mirsulton Osmanov qatorliqlar Qashqarning Opal yezisini nuqtaliq markaz qilgan asosda Mahmud Qashqari mazri va nasabi to'g'riliq ko'p izdinish, amaliy tadqiqot elib borgan. Ular 1982-yili 13-oydan 1983-yili 3-oygacha ilmiy tekshirish elib berib, nurg'un mo'l material, isbotlarga erishgan. Bu qitimliq maxsus tekshirishda, ya'ni 1983-yili 1-oyning 6-kunidagi muhim suhbat yig'inidan keyin Qashqarning diniy ulimosi Emir Husayn Qozi Hojim shu yili 2-oyning 5-ida ishchiga mozorga vaqf qilish haqidagi vaqfnoma yozilgan bir Masnavi Sherifni taqdim qilgan. Bu vaqfnoma Mahmud Qashqari mazrini bekitishda birinchi qo'l pakit bo'lgan. 19-asrning oxirida yuz bergan qalayimqonchiliklar tufayli bu mozorga to'plangan kitoblar talon-taroj qilinib ketgan bo'lib, Masnavi Sherif baxtga yarasha Emir Husayn Qozi Oxunimning otasi Qutlug' Shavqining qo'lida saqlanib qolgan. Bu vaqfnoma 1983-yili 5-oyda atalmış Uyg'ur Abdunum rayoni va yuqori darajalik maxsus ilmiy organlarning yordami orqasida qalami ishlatgan siyohi va qog'ozi qatorliqlar dalillab tekshirishdan o'tgan. Vaqfnoma karbonliq siyoh bo'lmasdan qadimki qora siyoh, xat qumush qalam bilan yozilgan. Ko'p qitimliq tekshirish elib berish orqali bu vaqfnomaning vaqtini 1836-yili qilib bekitgan. 1983-yili 6-yanvardagi jiddiy murojaat yig'inidan keyinla ayni chog'dagi Qashqar xalqining yetuk allomasi Emir Husayn Qozi Hojim
o'z qo'lida saqlayotgan Masnaviy Sherif nomli kitobni ularga taqdim qilgan. Mazkur kitob dal shu chaqdan 150 yil burun qazo qilgan Molla Sodiq Alam Oxunimning Hazrati Mollam mazirga vaqf qilgan tavarruk kitobi edi. Bu kitobga u o'z qo'li bilan yozib qo'ygan vaqfnomi hujjati mazkur mazarning ulug' olim Mahmud Koshig'ariyning maziri ekanligini isbotlaydigan birdan-bir eng muhim ishonchlik manbaga aylangan edi. Bu muhim manbani Emir Husayn Qozi Hojimning dadisi, ya'ni Mahmud Koshig'ariyning 34-avlodi Qutlug' Hoji Shavqi 1936-yili bir asr burunqi Qashqar shar'iy mahkamasining qozisi dangliq olim Molla Sodiq Alam Oxunim tarafidan yezib qoldirilgan Mahmud Qashqariy maziriga vaqf qilgan kitob va shu haqidagi tarixiy hujjatni tepib saqlagan edi. U 1937-yili Jallod Shingsay tarafidan qatl qilinib, Turkiy tillar divonining sap Uyg'urcha tarjimasi qatorliq bebaho kitoblari ko'ydirib tashlanganda o'zining oila nasabnomasi va mushu qimmatli kitob uning o'g'li Emir Husayn Qozi Hojim tarafidan yo'shirincha saqlab qo'yilgan. Olim Molla Sodiq Alamning bu vaqtdagi vaqfnomasi mundaq yozilgan edi. Hijriya 1252-yili Ulug' Rajab oyining 14-kuni. Miladi 1836-yili 22-oktyabr shariat qonuni asosida qurilgan Qashqar qozi mahkamasining qozisi manki Molla Sodiq Alam Shoh Ala Oxun o'g'li shul haqda hujjat qilib muhrimni bosdimki, men 114 yoshga kirgan tandurustlik holatim, ilmga bo'lgan hissiyotim, ishtiyoqim va adabli kayfiyatim bilan ma'rifatning manbasi bo'lgan, ilm ma'rifatni mazmun qilgan 6 daftarni bir muqovaga tuplab, ijtihod qalami bilan varaqlariga zinnat berib yezilgan, qimmatbaholiq oltinga setib olgan, mulkim bo'lgan Masnaviy Sharif nomli kitobimni Qashqarning Opal rayoni tog'bag'rida Suzuk buloq ustida dafn qilingan Hazrati Mavlon dinning quyoshi Husayn o'g'li qalam egisi bo'lgan Mahmud Koshig'ariyning maziriga mutlaq vaqfa va abadiy sadiq qildim. Bu ulug' adibga mutlaq vaqf qilingan bu kitobimni adiblar bilan ilm arboblarining dinning quyoshi Husayn o'g'li Mahmud Koshig'ariy haqida duo qilib, musulmon avlodlari millatimizning xalq ommasiga ilm o'gitib, ularning to'liq fazilatlik bo'lishiga tirishishini umid qilaman. Vaqf qilingan mazkur kitobimga bosh shogirdim Molla Hayit Xalpat binni Molla Ivazni boshqurg'ich qilib tayinladim deb, tövanda Molla Sodiq Alam o'z muhrimni bosdim. Mazkur iqrorimning rostligiga muddaris o'lima Nazar Oxunim, bosh kotib Abdurahim Nizori, No'ruz kotib, Turdish kotib, Turdi Shayx Oxunim, Molla G'o'jiloq, Opaldan Zaydin Qurulbegi guvohdir.